Shodtamisiz fermer? Makasilislarni ham o'rgizib oldingiz. Endi buni qanaqangi yopaman ekan deb issiq kunda o'ylayapsizmi? Bizda sizga yechim bor fermer. Limon kislotasi. Bu nima vazifa bajaradi? Fermentatsiya jarayonini yaxshilaydi va bu zararli zamburug'larga qarshi ishlaydi va kolon bakteriyasiga qarshi ham ishlaydi. Bunaqangi foydali ma'lumotni qaydan bilaman deysizmi fermer? Ekochorva YouTube va Instagram kanallarimizga obuna bo'ling va bittadan like bosing. Biz sizga eng yaxshi to'g'ri va yaxshi yechimlarni aytib o'tamiz. Aytgancha fermer, mana bunday buzog'ingiz 1 yildan keyin mana bunday mol bo'lishi uchun qanaqangi rasmiy qilish kerakligini ham aytib beramiz. Ma'lumotlar bilasizmi qayerdan? Okean ortida.